Jinko Tiger Neo 3 655 wattlik va Haymo X10 Longji 645 wattlik quyosh panellarini o'lchab tekshirib test qilib ko'ramiz. 31-mart 14:51 da biz o'lchayapmiz hozirgi holatda. Necha beryapti 655 wattlik Jinko? 726. 726. Da, yana bir marta. Tak, 767 berdi. Yana bir marta test qiling. 3-marta tekshiramiz. 717. Yana bir marta tekshiramiz. 717 o'zgarmadi. Panel Jinko 655 watt. Jinko Tiger Neo 3 paneli 6 ta qismga ajratilgan, boshqa panellardan shartli ravishda alohida. Demak, bu qator soyalansa 6 dan bir qism quvvatga o'zgaradi. Hozir 717 watt quvvat beryapti. Biz bittasini soyalantirdik. Qani necha berar ekan? Bitta yecheki soyalangan. 548 ha? Demak, pastdan bitta yechekini soyalantiryapmiz. Nima bo'lar ekan? 548. Qarang, stabil o'zgarmasdan saqlanyapti. Soyalanish yo'q holatida 710. Oh. 767, 726, 717 va 15-20 minutlardan keyin 710 wattdan o'zgarmayapti. Quyosh panellari o'rnatgan paytda 180 ga 33 bilan o'rnatadigan bo'lsak, u holatdagi real generatsiya qanday bo'ladi stansiyada? 656 watt beryapti. Demak, 180 ga 33 qo'yganimizda 656. Yana bitta o'lchov qilamiz. Ikkinchi o'lchovda 687. Tepaga qarab 3. Yana bir marta bering. 651 uchinchi o'lchovda. Jinko Tiger Neo 3 o'lchaganimizda oldi tomon 767 wattgacha berdi va 180 ga 33 qo'yadigan bo'lsak, bu holatda demak 676 gacha berdi. Longji Haymo X10 ni o'lchov ishlari boshlandi. 15:09 Longji Haymo X10 50 gradus qo'yilgan. Quyoshga qarab necha bo'ldi? 716. Yana bir marta tekshiramiz. 709. 709. Yana bir marta. 703. 703 beryapti. Ob'yom olsangiz 703. bermoqchimiz. 717, 709, 703 berdi. 645 wattlik Longji Haymo X10 necha beryapti? Shu 180 ga 33 ta. 579. Xo'p, ikkinchida tekshiramiz. 584. 584. Qaysi panel tanlash har kimning o'z tanlovida. Ikkalasi ham zo'r panel. Xo'p, qaranglar, hozir 3,5 bo'libdi. Boya birinchi o'lchov 14:50 da boshlanadi. Necha beryapti hozir? 677 beryapti. 677 beryapti shu holatda o'zida. 40 minutdan keyin. Jinko Longjini o'lchadik. Jinko Tiger Neo 3 va Longji Haymo X10. Qaysi olasizlar? Jinko 700 ni chiqdi. Yangi Jinko yo'q. Tanlov har kimning o'zida.